Qish faslida hamma odam hisoblagichlarni o'rab qo'yadi. Sababi muzlab qolmasligi uchun. Men ham shular qatori o'rab qo'ygan edim. Keyin shu suv ta'minotidan xodim keldi-da, bir qizimiz keldi-da, "Tog'a, endi oching bir ko'raylik. Bir hisoblagichni qancha nima qildi, shuni bir hisob-kitob qilib yuribmiz" degandan keyin biz ochdik. Ikkovimiz ashiq qiz bilan birga ochdik. Ochganimizdan keyin qarasak, suv hisoblagichim ishlamayotgan ekan, aylanmayotgan ekan. Men ertasi kuni suv ta'minotiga bordim. Borsam bir Rustamjon degan yigit juda bir oshiqcha yaxshi nima bilan kutib oldi. Men o'zim qandaydir xursand bo'lib ketdim. Ungacha shunchalik tayyorgarlik ko'rib bordimki, shu prezidentimiz chiqargan farmonlarini, hattoki shartnomalarni qilgan shartnomalarini, hattoki davlat xizmatlar uydan olgan ruxsatnomalargacha olib oldim. Bu yigit meni o'z xonasiga taklif qildi-da, ashirda menga bafircha tushuntirdi. Bu ucho'chingiz balki buzilib qolgandir. Biz buni ta'minlab beramiz. Agar ishlamasa, albatta biz buni yangisiga almashtirib beramiz degandan keyin men haligi farmon, haligi shartnomalar hammasi ko'rsatishga vaqtim bo'lib qolmay qoldi. Shu 180 gradus o'zgarib ketdi bu suv ta'minoti. Shunga hayron qoldim. Shunchalik xushmuomalanlik bilan kutib olishdiki, men bir boshqa dunyoga chiqib qolgandek bo'ldim-da. Haqiqatda aytgan maydada kelishib, ta'minlab, uni qaytadan o'rnatishib, menga chiroyli qilib yana nima qilib berib ketishdi. Hozir ucho'chim hozir nima suv hisoblagich rosa zo'r ishlayapti. Shuning uchun men bulardan juda bir xursand bo'ldim. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kadrlarni o'z joyiga qo'yibdi, endi kelibdi kadrlar. Demoqchimanki, xalqqa ham bu yaxshi bo'ladi.